Assalomu alaykum. Sizning hayotingiz qay tartibda? Siz o'z hayotingizdan qoniqasizmi? Hayot tarzingizni qanday rejalashtirgansiz? Bunday yashash sizga yoqadimi? Bu siz uchun qulaymi? Sizga berilgan imkoniyatlardan necha foiz foydalanyapsiz? Qiziqishlaringiz bormi? Turli hobbilar insonni stressdan olib chiqishini bilarmidingiz? Sizda turli yo'llar mavjud. Hoziroq yotib uxlash va orzularingizni tushda bajarish. Yoki ilm o'rganish va hayotingizga tatbiq etish. Harakat qiling. Hech qachon to'xtab qolmang. O'z ustingizda ishlang. O'zingizni seving va ishoning. Muvaffaqiyat tomon dadil qadam tashlang. Va kutgan natijangizga erishing. Bu albatta qo'lingizdan keladi.